24 bob. Yakshanba kuni tong yo'rishi bilan tang ayollar o'zlari tayyorlagan xushpuroqlik buyumlarini elib Hazrati Aysoning qabrisiga bordi. Ular qabrining og'zidagi toshning do'mi tezitilganligini ko'rdi. Qabrga kirib qarasa, Hazrati Aysoning jasadi yo'q turadi. Ular ko'zlariga ishonmay turganida to'satdan ularning yenida kiyimlaridan nur chaqnab turadigan ikki kishi paydo bo'ldi. Ayollar intayin aloqzada bo'lib, boshlarini yaga egishdi. U farishtalar ayollarga: "Sizlar nima uchun tirik odamni o'lganlarning orasidan izdaysizlar? U bu yerda emas. U tirildi. U Galileya o'lkasida turgan vaqtida sizlarga nima deganligini eslab yiqinglar. U inson o'g'li yomon niyatli kishilarning qo'liga topshiriladi. Kreskimi mixlanib o'ltiriladi. Biroq 3-kuni qayta tiriladi degan emasmi?" dedi. Ular Hazrati Aysoning rost shundoq deganligini esiga elishib, qabr yenidan qaytishdi. Ular ko'rganlarining hammasini 11 elchi va boshqa shogirdlarga yetkazdi. Bu ishlarni elchilarga yetkazuvchi ayollar Majdallik Maryam, Yoanna, Yaqubning onasi Maryam va boshqa ayollar edi. Lekin elchilar bu ayollarning aytganlarini quruq gap deb qarab, ularning so'zlariga ishonmadi. Biroq Petrus o'rnidan turib, mozorga yugurib berib, qabrining ichiga qaraganda, yilqi kandir kepandan boshqa hech narsa ko'rmadi. U bu ishlarga intayin hayron bo'lib qaytib ketdi. Shu kuni shogirdlarning ikkilan Yerusalimdan 11 chaqirim yiroqlikdagi Yemayus degan yeziga bordi. Ular yo'l bo'yi yaqinda yuz bergan voqealar to'g'risida so'zlashib kelayotdi. Dal shu chog'da Hazrati Ayso o'zi ularga yaqinlab kelib, ular bilan birga mangdi. Ular Hazrati Aysoni ko'rgan bo'lsa-mu, qandoqdir uni tanishga qurbi yetmadi. "Nima to'g'riliq paranglashib ketyapsizlar?" deb so'radi Hazrati Ayso ulardan. Ular qayg'uli holda qadimni to'xtatdi. Ulardan Kleopas ismli biri Hazrati Aysodan: "Senza Yerusalimda turibmi? Yaqinda yuz bergan voqealardan qilchi xabaring yo'qmi nima?" deb so'radi. "Nima voqea ekan?" dedi Hazrati Ayso. "Nosiralik Aysoning voqeasi-chu", dedi ular. "U Xudoning oldidimi, xalqning oldidimi so'z harakatlarining kuchi bor bir payg'ambar edi. Oliy ruhoniylar va oqsoqollarimiz uni vali Platusning oldiga yalab opirib, o'lim jazosiga hukm qildirib, kreskga mixlatdi. Biz aslida uni Isroillarga ozodlik olib keladigan kishi deb intizorlik bilan kutib kelgan edik. Biroq bundoq bo'lmay, hozir uning olamdan o'tganiga 3 kun bo'ldi. Lekin qiziq yeri shuki, bugun atiganda oramizdagi bir necha ayol bizni aloqzodi qilib, bizga mundaq bir xabarni yetkazdi. Ular saharda qabrga berib qarasa, Hazrati Aysoning jasadi ko'rinmabdi. Farishtalar ularga ko'rinib, Hazrati Aysoning qayta tirilganligini aytibdi. Buning bilan bizdan bir nechaylan qabrga berib, ahvolning ayollarning aytgandak ekanligini, Hazrati Aysoning jasadining darvaqa yo'q turganligini ko'rib keldi. Hazrati Ayso ularga mundaq dedi: "Ey nodonlar, payg'ambarlarning aytgan so'zlariga nemoncha tasdi ishinsizlar. Qutquzg'uchi Masih Xudoning shon sharpiga erishishdan burun mana shu jabr jafolarni beshdan kechirishi kerak emasmidi? Ondan u muqaddas yozmalarda Musa va boshqa barliq payg'ambarlarning o'zi haqida oldin yozilganlarini ularga so'zlab tushundirdi. Ular bordigan yesiga yaqinlashganda Hazrati Ayso safirini yana davomlashtiradigan deb turadi. Ular uni tutib elib kun o'ltirdi.
heli qarang'i tushdi. Biz bilan birga qo'nib keling, deb o'tindi. Hazreti Ayso ular bilan qo'nmoqchi bo'lib uyga kirdi. Ular tamoqqa o'tirganda Hazreti Ayso nonni qo'liga ilib Xudoga shukr etdi. Ondan nonni o'shtib ularga sundi. Shu chaqda ularning ko'zlari ichilgandek bo'lib, Hazreti Aysoni tanidi. Lekin u ushtum tut g'oyib bo'ldi. Ular bir-biriga u yo'lda biz bilan paranglashib, muqaddas yozimlarni tushundirganda qalbimiz go'yo o'tdek yonmadimi, deyishdi. Ular darhol yo'lga chiqib, Yerusalimga qaytib keldi. U yerda boshqa elchilar va shogirdlarning bir yerga yig'ilib, Rabbimiz rostdan tirilibdi, u Simonga ko'rinibdi, deyishayotganligini angladi. Shuning bilan bu ikkilanmi yo'lda yuz bergan ishlarni va Hazreti Ayso nonni o'shtiyotganda o'zlarining uni qandoq tunib qolganligini ko'pchilikka so'zlab berdi. Shogirdlar bu voqea ustida so'rashayotganda to'satdan Hazreti Ayso o'zi ularning orasida paydo bo'lib, "Sizlarga omonlik bo'lsin", dedi. Ular birer ruhni uchratdikmi nima deb olog'zada bo'lishib ketdi. Hazreti Ayso ularga, "Nemiga shuncha qo'qishib ketdinglar? Nemidan gumonlansizlar? Qo'lim bilan putimga qarab beqinglar. Bu men. Tutib baqsanglar, bilasizlar. Ruhning go'sh ustixini yo'q. Qaranglar, mening bor", dedi. Hazreti Ayso shundoq degach, put qo'lni ko'rsatdi. Ular yanini ishonmay, bir xush bo'lsa, bir hayron bo'lishib turadi. Shuning bilan Hazreti Ayso ulardan, "Sizlarda yeydigan narsa bormi?" deb so'radi. Ular bir parcha beliq kavupini sunib edi. Hazreti Ayso elib ularning oldida yedi. Onda ularga mundaq dedi: "Bu ishlarning hammasini men ilgari sizlar bilan birga bo'lgan vaqtimda aytgan edim. Men Musa xotirlagan Tavrat, boshqa payg'ambarlarning yozimlari va Zaburda bayon qilingan menga doir ishlarning hammasi cho'qim amalga oshirildi degan emasmi?" Shuningdan keyin Hazreti Ayso ularning muqaddas yozimlarni tushunishi uchun ularning zehnini ichib mundaq dedi: "Muqaddas yozimlarda oldin mundaq xotirlangan. Qutquzuvchi Masih azob chekib, o'ltirilib, 3-chi kuni o'limdan tirildi. Gunohlarga tavba qilganlarning hammasi u orqali kechirim qilindi" degan xush xabar Yerusalimdan boshlab butun ellarga tarqatildi. Sizlar endi bu voqealarning guvohchilari bo'lasizlar. Otam beriman deb va'da qilgan muqaddas ruhni sizlarga ato qilaman. Biroq sizlar arishdan kelgan muqaddas ruhning kuch qudratiga to'ldirilguncha Yerusalimda kutib turinglar. Hazreti Ayso ularni Yerusalimning sirtidagi Baytoniya yesigicha boshlab bordi va qo'llarini ko'tarib ularga baxt tiladi. U baxt tilab etib, ulardan ayrilib osmonga ko'tarildi. Shogirdlar Hazreti Aysoga ibodat qilishdi va intayin xushal-xuramlik ichida Yerusalimga qaytib kelib, hamisha markaziy ibodatxonada Xudoga matiya o'qishib turdi.